Joriy yilda Sayxunobod tumanida sholini qayta ishlashga ixtisoslashtirilgan korxonaning ishga tushirilishi mahalliy mahsulot yetishtiruvchilar uchun ayni muddao bo'ldi. Korxona qisqa vaqt ichida hududdagi sholichilik tarmog'ining muhim bo'g'iniga aylangan. Ta'kidlash lozimki, korxona tashkil etilishida Xitoyning yetakchi kompaniyalari bilan hamkorlik o'rnatilib, guruchni quritish va oqlashga mo'ljallangan zamonaviy liniyalar olib kelib o'rnatildi. Bu texnologiyalar mahsulotni tez, aniq va yuqori sifat talablariga muvofiq qayta ishlash imkonini beradi. Bugun tumanda yetishtirilgan sholi to'g'ridan-to'g'ri shu korxonada qayta ishlanmoqda. Fermer xo'jaliklari tomonidan yetishtirilgan hosil korxonada qabul qilinadi. Maxsus quritgichlarda namligi kamaytiriladi, saralab chiqiladi va oqlanib, bozorga tayyor holga keltiriladi. Bu jarayon guruchning sifati, saqlanishi va raqobatbardoshligini keskin oshiradi. Buni tasavvur qilish qiyin narsa. Masalan, xohlasangiz bankda pul kerak bo'ladimi yo investitsiya kerak bo'ladimi? Bu narsalar oldin unaqa bo'lmagan-ku. Hozir hamma taraflama sharoit bor. Biznes qilaman degan odamga hamma yo'lni ochib qo'ygan. Oldinlari masalan bir narsa ochish uchun u qancha joylarga borib bu narsalarni olib kelishni o'zi problema bo'lgan. Hozir bemalol xohlagan paytingizda ketasiz, ko'rasiz, hamma narsani ko'rib, bilib, masalan shu yoqda o'rganib, kerak bo'lsa ishchilarni jo'natib shu narsalarni o'rgatib, olib kelib ishlatishingiz mumkin. Xitoyga borib, o'rganib, keyin ularni texnologiyalarida ko'rib, keyin olib keldik-da. Rivojlanish yaxshi bo'lib qolyapti, prezidentimizga ham rahmat. Hozir qanaqa texnologiya kerak bo'lsa, qaysi davlatdan bo'lsa, bemalol bo'lib qoldi. Hozir xohlagan paytingizda olib kelib, o'rnatib mahsulot chiqarishingiz mumkin. Ancha yengil bo'lib qoldi oldingiga qaraganda. Aytish joizki, sifatli guruch tanlashda uning tusi, hidi va bir xillik darajasiga alohida e'tibor qaratish lozim. Yaxshi guruch donaklari shikastlanmagan, bir xil o'lchamda va tabiiy oq tusga yaqin bo'ladi. Uning tarkibida chiqindilar va qoramtir aralashmalari bo'lmasligi ham muhim mezon hisoblanadi. Shunday yuqori sifatga ega guruch dunyoda asosan Yaponiya, Janubiy Koreya, Tailand va Vyetnam kabi mamlakatlarda yetishtiriladi. Sifatli guruch pishirilganda hidli, yumshoq va yopishmaydigan bo'lishi kerak. Bugungi kunda Sirdaryoda yetishtirilayotgan guruch ana shu talablarga to'liq javob berishi bilan alohida ajralib turadi. Bu hududda zamonaviy texnologiyalar qo'llanilayotgani natijasida guruchning sifati sezilarli oshmoqda. Eng muhimi, oldingidek sholi yetishtirish uchun katta miqdorda suv talab etilmaydi. Yaxshi tayyorlangan yerda yomg'irlatib sug'orish usuli orqali yetishtirilayotgan sholi ham ekologik toza, ham samaradorligi yuqori bo'lmoqda. Shu bois Sirdaryo guruchi bozorda alohida nufuzga ega. Paxta g'aladan tashqari fermer xo'jaliklarimiz hozirgi kunda sholichilik bilan shug'ullanishyapti. Suv tejamkor texnologiyalar olib kelishgan chet davlatdan. Fermer xo'jaliklarimiz 70 nafar fermer xo'jaligimiz shol yetishtirsa, shundan 3 nafar fermer xo'jaligimiz urug'lik shol yetishtirib beradi. Fermer xo'jaliklariga sholi maydonlarini tomchilatish usuli bilan sug'orishyapti. Oldin urug'larimiz qo'shni davlatdan olib kelingan, hozirgi kunda o'zimizda yetishtirib chiqarilyapti urug'larimiz. Hosildorlik 2 barobarga oshyapti. Ilgari 30-35 sentner olsa, hozirgi kunda 100 sentnerga chiqaryapti. Buni qanday uddalashdi? 2 marta hosil oldi. Erta pishar navlarini olib keltirildi chetdan. Xitoy bugungi kunda nafaqat guruch yetishtirish, balki uni qayta ishlovchi zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqarish sohasida ham jahon bo'yicha yetakchilardan hisoblanadi. Shuning uchun Sayxunobod tumaniga olib kelingan liniya sholini qayta ishlash jarayonida katta ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu texnologiya guruchni tez, sifatli va kam xarajat bilan tayyor holga keltirish imkonini beradi. Eng muhimi, korxona ishga tushganidan buyon tumandagi fermer xo'jaliklarining vaqtini tejash va transport bilan bog'liq xarajatlarini qisqartirish imkoni yaratildi. Ilgarigidek hosilni boshqa hududlarga olib borib qayta ishlashga zarurat qolmayapti. Bu esa sholikorlarga ham qulaylik, ham iqtisodiy foyda keltirmoqda. Sayxunobodda sholichilikni rivojlantirish, uni qayta ishlash va hosildan oqilona foydalanish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tuman agrar salohiyatining yangi bosqichga ko'tarilayotganini ko'rsatadi. Zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi, fermerlar uchun qulay sharoitlarning yaratilishi va chiqindisiz ishlash tizimining yo'lga qo'yilishi qishloq xo'jaligi samaradorligini sezilarli oshirmoqda. Shu bilan birga mahalliy mahsulotning bozordagi raqobatbardoshligi ortib, aholi uchun sifatli ekologik toza guruch yetkazib berish imkoniyati kengayadi. Eng muhimi, bu jarayonlar tumanning iqtisodiy o'sishiga, fermerlar daromadining ko'payishiga va agrar sohaning barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda.